Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. O'zini baytida xufton namozini jamoat bilan ado etdik. Allohim xato nuqsonlarni afu aylab, barchalarimizdan dargohi izzatida qabul qilib, kelgusi keyingi kundagi, ertangi kundagi ibodatlarga yurt tinchligi, oilalarimizni obodligi, o'zlarimizni sihat salomatlikda yetishligini nasib aylagan bo'lsin. Hazrat rahimahullohni yozgan kitoblari Adabul Mufradni birinchi kitobi 12-bobiga kelib biz ekan, mushrik otasiga istig'for aytmaydi degan bir bob bilan kelibdi ekan. Allohga hamdlar bo'lsin. Shu sinov sizu bizlarga ro'para bo'lmagan, ro'para ham bo'lmasin. Bu sinov sahobiylarning davrlarida o'tgan. Ko'pgina sahobiylar iymonga kelib janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bay'at berib, musulmon bo'lib iymon ne'mati bilan musharraf bo'lgan. Lekin ularni ko'pchiliklarni otalari, onalari shirk suyagigacha singib ketgan. Shirk johilona hayot. O'shaning uchun ularning ko'pchiliklari islomni qabul qilmasdan dunyodan o'tishgan. Ko'p sahobiylar mana shuni azobini tortishgan. O'sha bir umr qiynalishgan, otasini iymonsiz o'tib ketganligi, onasini iymonsiz o'tib ketganligi uchun juda katta iztirobda, hatto o'sha Huzayfatal Yamonidek zotlar ham otam juda aqlli inson edi. Oq qorani farqiga borar edi, shu yaxshi yomonni farqiga boradi-yu, Xudo shu dadamga ixtiyoriga iymon bermasdan dunyodan mushrik holatda o'tib ketdi deb umrning oxirigacha shu juda mana shuni istirobini, azobini tortib o'tgan zotlar bo'lgan. Alhamdulillah, bizlar bir musulmon oilada, nikoh bilan qurilgan oilada dunyoga keldik. Alhamdulillah. O'shaning uchun biz ota-onamizni gunohini kechirilishligini, ular haqqiga istig'for etishligimizda hech qanaqa monelik yo'q. Alloh ota-onamni gunohlarini mag'firat qilgan, ularning gunohlarini kechirgan, oxiratlarini obod deyishlik bu aynan dinimizdagi namoz ichidagi mustahab amallardan biri. Lekin o'sha sahobiylar mushrik ota-onasiga istig'for ham talab qila olmasdan o'tishganda, ota-onamni kechirgan, ularni mag'firat qilgan deya olmagan, shu baxtdan mahrum bo'lgan. Bu yerda endi dinimizda har bir narsaga xolis baho beradi. Alloh taolo bandalariga o'zi haq yo'lni ko'rsatib, bu haq yo'lga o'zi da'vat qilib va o'ziga haq amallarni bandalariga bildiradi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan aytilgan mana bu ta'limotda aynan o'sha inson mushrik bo'lgan ota-onasiga istig'for aytmaslik haqida dinimiz to'g'ri ta'limotni beradi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan Bismillahirrohmanirrohim rivoyat qilinadi. U kishi Alloh taolo azza va jallaning agar huzuringda ularning birlari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar, bas ularga uf dema oyatidan men kichiklikda tarbiya qilganlaridek gacha baroatdagi nabiy va mu'minlar uchun do'zax egalari ekani ayon bo'lgan mushriklarga agar yaqin qarindoshlari bo'lsa ham istig'for aytishlari durust emasdir oyati ila nas qilingandir. Endi mana shuni sharhi keladi. Buni hozir tushunmadinglar, nima deganini, nima deyilyapti tushunganinglar yo'q birortanglar. Endi mana shuni Shayx hazratlari Alloh rahmat qilsin, sekin bizlarga sharhi bilan tushuntiriladi. Nima bu yerda gap ketyapti? Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu Qur'oni Karimda bu borada kelgan ikki oyatni solishtirib biri boshqasini nas qilganini aytmoqda. Ya'ni birinchi oyat Sura Isrodagi oyatni o'qidilarda, keyingisi Sura Baroat Tavba surasidagi oyatni o'qib bir-biriga solishtiryaptilar. Buning ma'nosi nimaga buyuryapti? Ya'ni Sura Isrodagi oyat Robbing
oyat kelyapti. Faqat va qado robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana oyati bilan keladi arab matnida. Robbing faqat uning o'zigagina ibodat qilishingni va ota-onangga yaxshilik qilishni amr etadi. Agar huzuringda ularning birlari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar, bas ularga uf dema, ularga ozor berma va ularga yaxshi so'z aytgin. Ikkovlariga mehribonlik ila xokisorlik qanotingni paslat va Robbim alar meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek ularga rahim qilgin deb aytgan 23-24-oyatlari. Bu oyatda avval yagona ma'budga, ya'ni Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilishga amr etilmoqda. Undan so'ng bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurilmoqda. Robbing faqat uning o'ziga ibodat qilishingni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etadi. Bu Alloh taoloning o'zi bandalariga amri, buyrug'i, farmonidir. Bu bandalarning ixtiyoriga tashlab qo'yilgan ish emas. Xohlasa qilib, xohlamasa qilmaydigan havaskorlik ham emas. Qarib hech narsaga yaramay qolganda yuzlanadigan ko'ngil xushlik ham emas. Bu amr Alloh taoloning qat'iy va o'zgarmas buyrug'idir. Bu buyruqni bajarish har bir banda uchun burchdir. Allohning ibodatidan keyingi keladigan ish ota-onaga yaxshilik qilishdir. Mana shu mazmundagi oyatlar Qur'onda ko'p kelgan. Alloh taolo bandani o'ziga ibodatga buyurib turib, ya'ni birinchisi ibodat qilishlik shart. İbadatimizni bizlar nafaqat namoz, nafaqat ro'zada, butun xatti harakatlarimizni ibodat maqomiga ko'tarib yorishligimiz mumkin. Erta bilan uyqudan ko'z ochgandan kechqurun to uyquga ko'z yumguncha hatto uyqumizni ham ibodat darajasiga ko'tarib o'tirib ibodat qilishligimiz mumkin. Ya'ni shunga o'xshash mazmunda 3 ta o'rinda inson o'tirib turib ibodat qilishlik savobini topadi degan. Birinchisi, bir ahli ilmni ma'ruza qilayotgan paytda o'sha odob bilan ahli ilmni so'zini eshitib, bir shundan hozir bir narsa foydali bir masala eshitaman, hozir bir bilmagan masalamni bilaman, hayotimga tatbiq qilaman degan yoki bir gunohni eshitib shundan qaytaman degan mazmunda odob bilan eshitsa, o'tirishda mana hozir o'tiribsizlar, ibodat qilganligini savobini farishtalar yozaveradi. Ikkinchisi, hajga borgan inson haj ibodatlarida charchab qoldi-yu, bir chekkaroq joyga o'tirib, shu Ka'batullohga termilib o'tiribdi. 15 minut o'tirdi, yarim soat o'tirdi, 45 minut o'tirdi, 1 soat o'tirdi, 2 soat o'tirdi. Ka'batullohga termilib o'tirgan insonga Alloh taolo ibodat qilganini savobini yozib turaveradi. Uchinchisi qarang. Uchinchisi farzand ota-onani yuziga mehr bilan ichida to'la mehr bilan borlariga shukr, shu insonlar meni hayotimni sababchilari bo'lishdi. Bir parcha etikda mana bolamni katta qilishini azobini ko'ryapman. O'zi bo'layotgani yo'q, qiyinchilik bo'lyapti. Qolaversa hozir shuncha sharoit ichida katta qilish o'zi bo'lmayapti. U paytlarda bu sharoitlari mingdan biri yo'q edi, lekin ota-onalarim umrlari uzoq bo'lsin, meni o'sha paytda qiyinchilik, mashaqqatlar bilan meni katta qilishgan, iloho tanlar mehr berib qarab o'tiribsiz. Ibodat qilganning savobini Xudo taolo yozaverar ekan. Bu haliga kuch sarf qilmasdan, pul sarf qilmasdan tayyor namoyi amalga ibodat maqomini yozdiradigan o'rinlar mana shu. 2 kishi o'tiribsiz, qo'shningiz bilan bir ko'cha ko'ring, biringizni yaxshilikka chaqiryapsiz yoki bir yomonlikdan ogohlantiryapsiz. Bir shar'iy emas yoki bir tahorat masalasini bahs qilyapsiz. Tahoratda mana bu narsa nima edi, farzmidi? Mana bu masala mustahammidi, sunnatimidi? Siz menga eslatib yuboring. Mana bu oyatni yodlavdim. O'qib bering, siz xatosini aytib yuboring, tajvidini aytib yuboring. Shunga o'xshash masala. Ibodat savobi olinaveradi. Lekin shunaqa imkoniyatlarda hozir odamlar nima qilyapti? Ko'chada nard o'ynab, shahmat o'ynab,
g'iybat qilib, tekkanga tegib, tegmaganga kesak otib o'tirganlar qancha. Qat'iy ibodat qilishlik. Alloh taolo birinchi bandasiga talab qilgani Allohga ibodat qilishlik va unga shirk keltirmaslik, hech bir narsani shirk keltirmaslik. Chunki inna shirka la zulmun azim Luqmon surasida Luqmon Hakim Allohga hech qachon shirk keltirma, chunki bu shirk eng katta zulmdir dedi. Xudo taolo Qur'onda mana shu oyatni Luqmon Hakim tillaridan keltirgan. Endi undan keyingi bandadan Xudo taoloning talabi ota-onangga yaxshilik qilgin deyapti. Birovni ota-onasiga qilgin deyotgani yo'q. O'zingni hayotingning sababchisi bo'lgan ota-onangga yaxshilik qilgin. Mana shu bolalar hozir ota-onani qadrini mutlaq bilmaydi. Va mana bu o'smir yigitlar ham bilmaydi, hali ota-onani qadrini bilmaydi. Shu 16, 17, 15 yoshga chiqqan bilmaydi qadrini. Qachon bilinadi ota-ona? Ertaga uylanadi, oila quradi, farzandli bo'ladi. Farzand bir kun xush, bir kun noxush, bir kun sog', bir kun nosog'lom. Isitma chiqyapti, kechqurunlari yig'lab, chirillab chiqyapti. Unga nimadir kerak, kasha kerak, unga pampers kerak. Ana shundagina sekin miyaga uradi-da. To'xta deydi. Mana bitta bola o'stirishlikni azobini ko'ryapman. Otam baraka topkur, onam baraka topkur. Bizlardagi mana shu bolamdakani 8 tasini katta qilib qo'yibdi. 10 tasini yedirib ichirib katta qilib qo'yibdi, odam qilib qo'yibdi deb o'ylaydi. Mana qarang. Mana shu bola hozir ko'chada birov ursa, yo birov xafa qilsa, borib to'g'ri dadasiga aytadi. Bilmaydiki, buni kaltan yeganligini eshitgan otani dili og'rishligini, onani dili og'rishligini bilmaydi hali bu. Shundan borib aytadi, o'qituvchim urdi, o'qituvchim urdi, ana u meni urdi deb aytaveradi. Chunki uning orqasidan ota-onaga azob borligini bilmaydi. Endi qachoniki oila quradi, bola chaqali bo'ladi, katta bo'ladi-da, endi boshiga sinovlar kelsa, birinchi nima deydi? Dadam bilmasin deydi. Dadam bilmasin, oying bilmasin. Nimaga? U ozor bandaga yetdi, farzand o'tyapti, uni yutib yuborishi mumkin deydi, lekin menga kelgan bu azob, bu sinovni ota-onam endi keksalik chog'ida eshitib qiynalib. Hatto eng muhim bir o'sha ota-ona to'shakka yotib qolgan, o'sha bir farzandi dunyodan o'tgan, hali hanuz o'tgan farzandini ota-onasidan yashirib yashayotganlar borda. Shuni ozorini ko'tara olmaydi, farzand dog'ini ko'tara olmaydi. Nechtasi maslahat so'radi, nima qilaylik, dadamlar bilmaydilar. Aytsaymikin, aytmasaymikin. Aytsak ahvollari og'ir bo'lib, bir ahvol bo'lib qolsa, yana nima bo'ladi? Aytmasakchi, keyin eshitsa nima bo'ladi? Bunaqa nima uchun qilyapti bu narsani? O'sha keksalik paytida ota-onani ozorini xohlamayotganligi uchun qilyapti. Endi Alloh taborak va taolo bandalariga mehrini qarangki, farzandlarga ta'limotida berayotgan ta'limotida, ey farzand deyapti, ota-onangga baqirish, ularni oldida dovushingni baland qilib ko'tarib gapirish, ular gapirgan paytda og'ziga urib, siz meni ishimga aralashmang, siz jim turing. Siz aralashmay turing. Deyish yerda tursin, ota-onangga oldida uf ham deb qo'ymagin degan. Mana Allohning qanaqa darajada. Chunki inson qalbini yaratuvchidan boshqa hech kim bilmaydi. Inson uchun nima yaxshi, nima yomon ekanligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ta'limotda qarangki, ota-onangni oldida uf ham deb qo'ymagin deyapti. Chunki bu katta ozor. Hozir bu yerda sharhida keladi, Xudo xolasa. Alloh taoloning ibodatidan keyingi keladigan ish ota-onaga yaxshilik qilishdir. Bu ham Alloh taoloning amri, buyrug'i. Alloh taolo o'ziga ibodat qilishga chaqirgan amrdan keyinoq shu oyatning o'zida ota-onaga yaxshilik qilishni ham ta'kidlamoqda. Bu hol o'z navbatida islomda ota-onaning haqqi qanchalik ulug' ekanligini ko'rsatadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda oyatlarni nozil qilib, o'ziga ibodat qilishlikni naqadar muhim ekanligi, savobli ekanligi, itoatkor ekanligi, shirkni naqadar katta gunoh ekanligini bayonini qilib, o'sha oyatni to'xtatib, ketidan alohida bir oyat boshlab,
keyin ota-onangga yaxshilik qilgin desa ham bo'lardi, lekin bularni uchalasini bitta oyatda, ikkita tochka o'rtasida keltiryapti. Mana shu ma'nodagi oyatlarni bitta oyat raqami bilan belgilashligi bu o'ta muhim amal ekanligini bildiradi bu. Bir-biridan ajratayotgani yo'q ular amallarning o'rtasidagi. Allohning ibodatidan keyingi eng buyuk ish amal bizlar uchun ota-onani yaxshilik qilish va bil validayn ota-onangga yaxshilik qilasan deyapti. Agar huzuringda ularning birlari, ya'ni birlari dunyodan o'tib ketgan, birlari bor, yo ota o'tgan, yo ona bor, yo ona o'tgan, yo ota, yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar, bas ularga uf demagin deyapti. Mana yoshi ulug' otalarimiz umrlari uzoq bo'lsin o'tirdilar. Bularga hozir nima kerak? Qani aytingchi, bolani topgani kerakmi? Log'ot top kelgani kerak bularga? Kerak emas bularga. Bir kosa, yarim kosa ovqat bilan Xudoga shukr, masala hal. Kerak bo'lsa o'sha yarim kosani ham maza qilib icha olmaydi. Bir ozgina og'iz tekizgan bo'ladi. Bularga nima kerak? Yangi libosmi? Yoki bola olib kelib oldiga pachka kerak emas bittasi ham. Hozir olib kelib qo'ysam, qo'y bolam o'zing ishlat deydi. Bularga bolani o'sha ko'chadan sog'lom kelishligini o'zi katta davlat. Bolasini bag'rida bo'lishligi katta davlat. O ko'ryapmiz, o bolalari uzoq mamlakatlarga ketib, ishga ketib, o'sha joyda necha yillardan beri o'shadan kelmayotgan farzandlarni, ota-onalarni nima ahvolda o'tayotganini, hayotini ko'ryapmiz, dardini eshityapmiz. Endi umuman ketib dom daraksiz ketgan farzandlarning ota-onasi-ku o'sha ketgan, xabar kelmagan ota-ona murdaga aylanib qolgan. Hayotini tunini ham bilmaydi, u qandoq kunini ham bilmaydi, birodarlar. Bu jumlaning uf so'ziga bog'liq ikki xil ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi ota-onaga yomon so'z aytib behurmat qilma degani bo'lsa, birinchisi. Ota-onaga qo'pol gapirib, beodoblik qilib, behurmatlik qilma degan bo'lsa, ikkinchi ma'nosi ota-onaning oldida uf dema. Ular bolam og'ir holga tushibdi deb ozorlanmasliklari uchundir deyapti. Siz ko'chada muammolaringiz bilan ko'milib, muammo bilan keldingiz. Endi qaysidir ma'noda bir uf duvarsiz, ichingizdagi bir dardlar ham chiqib ketadigan bir holat bor, inson tabiatida shunaqa bor. Bu uf duvarasiz bir qanday yengil tortgandek bo'ladi. Siz keldingizda uyga o'tirib, ota-onangiz mana yerda o'tiribdi, kelib batinkangizni yechyapsiz, yeshdingiz, o'tirdingizda kelganingiz, uyingizga kelganingiz, mayli shuncha g'am bilan bo'lsa ham, uncha charchoq bilan bo'lsa ham kelganingizga shukr qildingizda o'tirib turib uf duvordingiz. Uni ota-onangizga taalluqli joyi yo'q umuman. Siz ota-onangizni borligi uchun, ularga dorilarni yetkazib olmayotganligingiz uchun yo yaxshi bir qalb uchun emas, siz faqat muammolaringiz uchun uf duvordingiz. O'sha ham demagin deyapti o'sha. O'sha ham ota-onaning qalbiga katta ozor bo'lar ekan. Biz keksaygan paytimizda bolamizga dardisar bo'lib qoldik-da. Bizlarni boqaman, yediraman, ichiraman deb qiynalib qoldi-da, bolam degan narsa yetmasligi uchun shuni uf demagin deyapti. Mana Alloh taoloning kalomi bizlarga tarbiyasi, amri va shundoq bir buyuk ishni bizlardan talab qilyapti. Ularga ozor berma va ularga yaxshi so'z aytgin. Ota-onaga hech bir ozorni ravo ko'rma. Qanday yaxshi so'z bo'lsa, o'shani ota-onangga ravo ko'rgin deyapti. Avvalgi so'zlarimizda ham aytganmiz, insonga 2 marta yoshlik beriladi. Birinchi tug'ilgandan to balog'atga yetguncha. Masalan, hozir mana shu bolaga nima bilan yupatas bir xarxasha qilib qo'ysa, yaxshi gap mana. Ko'ynini topasda, voy anuni qara, voy mana uni qara, voy anuni olib beraman, voy mana uni kerakmi shu? Shu ovuntiradimi? 60 dan o'tgan ota-onaga ham xuddi shunaqa gaplar bir erkalik ma'nosida. Ha jannatim mani, umringiz boringizga shukr deb haligi peshonalardan o'pib bir maza qilib boringizga shukr deb haligi so'zlari nima desangiz deverasiz, endi ular oldiga kelsa nima bo'lsa ham qilingki, ko'yni ko'tariladigan gaplar gapirish kerak ekanda. Ularni nima qilib bo'lsa ham topib gapirishlik kerak ekan. U o'ylamaylik endi bu
nima desam to'g'ri. Ana o'tda masalan narigi uyda xotinimizga baqirishligimiz, uni so'kishligimiz yoki uyimizda hammasi ota-onaga ozor bo'lib boraveradi. O'sha ishlardan albatta saqlanishligimiz, juda e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Ota-onaga boyaga aytgandek, bizlarni tinchligimizdan, salomatligimizdan boshqa hech narsa kerak emas. Bizlardan boshqa narsani talab ham qilmaydi. Tag'in uyingizda ota-onangiz bo'lsa, ularga qilayotgan sarfiyotingizni og'ir ko'rsatib yoki bir minnat qiladiganlar bor. Bunaqa badbaxtlarni men ko'rganman. Ey dada deyapti, hajga bordingiz. Har holda pensiyangizga borganingiz yo'q-ku, hajga men yubordim-ku deyapti-da. Qarang, otaga aytayapti shunda. Bemalol aytayapti. Oy ukam, Alloh rozi bo'lsin sendan, umring uzoq bo'lsin. Iloho farzandlaringdan qaytsin mana shu ishing. Lekin bu gapni gapirma. Otaga haj tatiydimi? Otaga bir qilib qo'ygan xarajati tatiydimi? Mana bu pullarni har holda pensiyangizga olganingiz, mana bu haligi dorilarni pensiyangizga olganingiz yo'q. Sanatoriyaga qaysi pensiyangizga borib keldingiz degan gap tatiydimi? Qawlun ma'rufun khayrun min sadaqatin yatba'uha azadi. Bir insonni ko'ynini ko'taradigan, bir ko'yniga bir umid bash qiladigan gaplarni gapirishlik sadaqat qilib uni minnat qilgandan ko'ra yaxshiroqdir deydi Xudoy taolo. Shundan mana shu ukalarimiz muomalaga e'tibor qilaylik. Bugungi kuningizda sizni kechagi kuningizdan farqiz bo'lsin. Bugun yaxshi tomonga o'zgarib qolganligingizni, ota-onaga mehribonroq bo'lib qolganingizni bugun ota-onalari sezsin. Sezmasa bo'lmaydi. Mana bolam masjidga borib namozxonlarga qo'shilib yaxshi bo'lib qoldi bolam. Muomalasi yaxshi bo'lib qoldi. Menga hurmat e'tibori zo'r bo'lib qoldi. Bolam agar sen shu boshlanishi shu bo'lsa, boraver bolam namozingni o'qi, namozxonlarga qo'shil deydigan tasavvurni uyg'otish kerak. Chunki ko'p hozir sinovga uchragan yigitlar bor, otasi namoz o'qishligiga qarshi. Bechoralar o'sha kommunistik tuzum davrida ota-bobolarimiz namozini yashirib o'qiganda yashirib o'qiyapti namozini. Nimaga? Ular islom to'g'risida tasavvur tamomila boshqacha. Islomiy inson to'g'risida tamomila boshqacha, dindor to'g'risida. O'shaning uchun biz ularning tasavvurini o'zgartirishligimiz kerak. Dadam so'kaveradilar, dadam nima qilay? Qo'llarini o'pib duosini olaver. Qo'llarini o'psam so'kdi. Yana o'pur baribir ko'nikadi. Qo'lingiz boringizga shukr. Mana shu qo'l-ku meni katta qilgan. Axir meni deb boqaman deb qishin yozin yurgansiz, so'mkor qalagansiz, chang yutgansiz, loychanlagansiz. Ha shu qo'l-ku meni katta qilgan. Nega men o'pishimga haqqim yo'q deb surbetlik qilib, erkalik qilib qilaversa ko'nigan baribir qalb yumshaydi. Masalan, ona masalan bolasini palon bo'ldigan bo'lsa, baribir birozdan keyin afsus qilib, shuni demasam bo'lardi, og'zimdan chiqib ketdi, Xudo o'zing kechir deb o'tiradigan ota-ona-ku bu. Bundan ularni ko'ynini topib, ularni rozi qilishlik, Xudoni rozi qilishlikka sabab bo'lishligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Inshaalloh bu ancha gaplarimiz bor ekan, bu yoqda ertangi darsimizda, ertangi suhbatimizda davom etamiz. Alloh taolo hammalarimizni mana shu hadisi sharifda, mana shu oyatlarda ko'rsatgan ma'nolarga amal qilishligimizni Xudo nasib qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Parvardigor bizlarni mag'firat qilgin, bizlarni gunohlarimizni kechirgin. Chunki mana bu oyatlarni bilmay, bu oyatlarni o'qimay, bu oyatlarni eshitmay yurgan paytimizda shu kungacha qancha ota-onalarimizga yetkazgan ozorlarimiz bor. Qalblarini xafa qilib qo'yganmiz, tashvishlarga qo'yib qo'yganmiz. Ularni Xudoyo xatolarimizni kechirgin. Ota-onalarimizni xatolarini kechirgin. Ular ham bizni boqamiz, katta qilaman, yedirib ichiraman, bolam meni tirikligimda, ko'zim tirikligida bir nimalik bo'lib qolsin deb vaqti kelsa tarozilardan bir xiyonat bo'lgandir, u kimga yolg'on gapirgandir, balkim bir harom xarij ishlarga qo'l urib qo'ygandir, shu bolamni boqaman deb. Parvardigor ularni ham xatosini sen kechirgin. Allohumma ma'firli va li validayya. Alloh bizni kechir,
ota-onamizni gunohlarini kechirgin. Allohim, ota-onasi dunyodan o'tib, hozir jamoatimizda o'tirganlar orasida ota-onasiga nisbatan qalbida sog'inch tuyg'usida turgan jamoatimiz ahillarini, ota-onalarni rahmat qilib yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilgin. Xudo ularni qabrlarni kaloming nuri bilan munavvar aylagin. Mana farzandlari kelib baytingda qiblaga mutavajjih bo'lib, seni ibodatingda qoyim turib, ota-onalarni ruhlariga bir zahira bo'lsin deb duolar qilyapti, tilovatlar qilyapti. Bulardan qabul aylagin. Jamoatimizda hozir ota-onalari hayot bo'la turib farzandlariga tepada piru badavlat bo'lib turgan ota-onalarni o'zing salomat qilib, bizga yoshligimizda, go'dakligimizda qandoq mehribon bo'lgan bo'lsalar, yo Robbal alamin, ularni keksalik chog'larda o'zing mehribonlari bo'lgin. Yo Robbal alamin, senga hamd sanolar bo'lsin. Yurtimiz tinchligi uchun seni ibodatingda, masjidingda qoyim bo'lib erkin emin ibodatlarimizni bexavotir, hech qanaqa hadiksiz, hech qanaqa bir qo'rqinchsiz ado qilyapmiz. Bizlarga bergan bu ne'matingni davri qiyomatgacha keladigan avlodlarimizga nasib aylagin. Allohim, mana shu jamoatni tashrifi bilan obod qilayotgan bandalaringni ikki dunyolarini obod qilgin. Imkoniyat bor vaqt bo'la turib, Xudoyo bu jamoatga chiqolmayotganlarni ham o'zing hidoyatingga, ibodatingga boshlagin. Jamoatimizda tabarruk otalarimizni salomat qilib duogo'ylarimiz bo'lsinlar. Yosh aka-uka, yori birodarlarimiz kasbi kamolat tijoratlariga, ishlab chiqarishlariga, savdolariga, o'zing dehqonchiliklariga, chorvachiliklariga barakot berginu zakotchi boylar qilgin Allohim. Mana bu jajji ukalarimiz Allohim bir-biridan chiroyli suratda Xudo ota-onani ko'zlariga quvonch qilgin. Bularni Allohim kalomingni yod olib, bizlarga tez yillarda kalomingni xatm qilib beradigan qorilardan bo'lishligini Allohim o'zing nasib qilgin. Hazrat domlamni darlariga shifo bergin. Qudrat xo'jani dardlariga shifo bergin. Masjidimizda xizmat qilayotgan birodar okalarimiz bor, hammalarini xizmatlaridan o'zing rozi bo'lgin. Allohim, mana shu zulmat kechalarning hurmati, mana shu jamoatda dargohingga ko'targan qo'llarning hurmati, bu qo'llar ichida seni rozi qilganlar bor, seni xursand qilganlar bor. Shu qo'llarni quruq qaytarmayu, Xudoyo yurtimizdan, butun dunyodan mana bu virus balosini ko'targin. Xudo bu dard bilan dardlanganlarga shifo bergin. Qolganlarni o'zing pishti panohingda asragin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rasulullohni tushlarimizda ko'rishlikni nasib qilgin Parvardigor. Yaxshi yotib turinglar. Allohga omonat.